Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Urumchi kechkisining 12 avgustdagi xabarda bildirilishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik qatnash transport nazorati partiya komitetining muavin sekretari Qonchaq amaldor Hasanjon Ahmadning oshkorlashicha, bu yil yanvar oyidan iyul oyigacha Sharq Turkistondagi tosh yo'l qurilishlariga jami 34 milliard 996 million yuan mablag' selingan ekan. Xabarda qayd qilinishicha, bu yil kirgandan buyon Sharq Turkiston bo'yicha tosh yo'l turlariga mablag' selish sur'ati ko'rinarli tezlashgan. Bo'libmi, iyul oyida 10 milliard yuan xalq pulidan ortiq mablag' selish tamomlangan. Bu yil oldingi 7 oyda Sharq Turkistondagi tosh yo'l qurilish turlaridan jiddiy qurilish qilinishi bilan birga, yana yangidan quriladigan turlarda orqa-orqadan qurilish boshlangan bo'lib, hozirgacha taxminan 630 million yuan mablag' selish tamomlangan ekan. Hasanjon Ahmadning oshkorlashicha, bu yilda Sharq Turkistondagi qatnash transport turaqliq mulkiga 60 milliard yuan mablag' selish tamomlandi ekan. Har qaysi turlarda selinma qurilish salmoqi davomli kengaytirildi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonni xitoylashtirish maqsadiga yetish uchun rayonga yerlashgan oqqon Xitoylarga alohida siyosiy imtiyoz va e'tibor berish siyosatini yo'l qo'yganligini, Xitoy oqqonlarini ko'chirib kelishni tezlatish, rag'batlantirish, shundaqla Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan zo'r miqdordagi mahsulotlarni taraf-tarafga unumli yetkazish maqsadida zo'r mablag' selib, sayohat rayonlarini tasdiq qilish bilan birga tosh yo'l va havo qatnash turlariga zo'r miqdorda xarajat ajratayotganligini bildirishmoqda. Afg'oniston Ichki ishlar ministrligining bir yuqori darajalik amaldori 15 avgust kuni prezident Ashraf G'ani va uning yadroliq korpusining Kabuldan qochib ketganligini dalilladi. Shuning bilan bir vaqtda Talibanlar 15 avgust Kabulga kirganligini e'lon qilgan. Afg'oniston Milliy yarashtirish oliy komissiyasining raisi Abdullah ijtimoiy aloqa Twitterda Talibanlarning Afg'oniston poytaxtini qurishib olganda prezident Ashraf G'anining Afg'onistondan qochib ketganligini aytib, xalqni savrchan bo'lishga chaqirgan. Prezidentning davlatni bu qiyin ahvolga tushirib, Afg'onistondan ayrilishini qattiq ayblagan. Shundaqla prezident Ashraf G'anining qochishi 6 million nüfusli shahar Kabulni qo'g'daydiganligini o'tirib qo'yib, bir kundan keyin yuz berganligini bildirgan. Abdullahning keyingi planida Afg'onistonda turish yoki ayrilishi aniq bo'lmagan. Jazmlashtirilmagan bir qism sinovlarda Ashraf G'anining aeroplandan ayrilganligi ko'rsatilgan. Ba'zi taraflar noma'lum Afg'oniston hukumat manbalarining so'zini naql keltirib, Ashraf G'anining Afg'onistondan ayrilib, yaqin atrofdagi Tojikistonga qochib ketganligini bildirgan. Talibanlar bayonot e'lon qilib, Kabulni qurshab olgandan keyin ularning shaharga kirib tartibni saqlaydiganligini, Kabul fuqarolarining hech qanday qo'rqinch his qilmaslik kerakligini ta'kidlab, Taliban askarlariga fuqarolarning uylariga xohlagancha kirmaslik va hech kimni parokanda va bezor qilmaslikka buyruq qilgan. Birlashma agentligining xabar qaraganda, Talibanlar Kabulning atrofida bir necha soat turgan hamda uzun o'tmayla ularning bu shaharga kirdiganligini e'lon qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Kabul tik ucharlari kun bo'yi osmonda uchib elchixonani tarqoqlashtirgan va xizmatchilar muhim hujjatlarni ko'ydirgan. Amerika davlat ishlar kotibi Blinken Amerika elchixonasining xizmatchilarining Kabuldan chekintirilganligini bildirib, Amerikaning Afg'onistonda diplomatik organni saqlab qoladigan yoki saqlamaydiganligini aytmagan. G'arbning boshqa bir qancha davlat vakillari xodimlarini chekintiradiganligini bildirgan. Talibanlarning ayollarning huquqini yo'qotish siyosatini qayta yo'l qo'yishdan ansirab, Kabuldagi fuqarolar aldirab denab banklardan qo'ygan pullarini olgan. Ko'pinchisi aydirimga chiqib Afg'onistondan qochishga uringan. Mashinliq manganlar qatnash qisqanchilik sababidan nurg'un kishilar mashinasini tashlab piyoda mangan. Taliban bayonotchisi Suhayl Shahin Al Jazeera agentligiga o'zlarining Kabul shahrining tinch o'tkazilishini saqlayotganligini eskartib, suhbatga munosabatli konkret uchurlarni berishni rad qilgan. Talibanning qanday kelishimni xohlaydiganligini so'raganda, hukumatning shartsiz taslim bo'lishni xohlaydiganligini e'tirof qilgan. Fransiyada asosiy qonun kengashi musulmonlar nishon qilinganligi uchun tanqidga uchragan va ayrimchilik qonun deb atalgan talash tortishliq jumhuriyatning qimmat o'lchamlariga hurmat qilishni kuchaytiradigan prinsiplar qonunni ma'qulladi. Fransiya asosiy qonun kengashi tomonidan e'lon qilingan bayonotda qonun taklifi 60 parlament a'zosi va 60 kengash palatasi a'zosi tomonidan asosiy qonun kengashiga sunilgan bo'lib, kengash a'zolari bosqichning 6 oy davomlashishi mumkinligini, buning jamiyat erkinligiga daxl taruz qiladiganligini sabab ko'rsatib, qonunning bekor qilinishiga sabab bo'lgan jamiyatlarning faoliyatlarini vaqtincha to'xtatish to'g'risidagi 16-moddani rad qilgan. Qonunning jumhuriyatning prinsiplarini rad qiladiganligini bildirgan bir chet ellikka turish kinishkisi berilishi yoki turish kinishkisining tartib ilinishiga doir 26-moddasini qabul qilmagan kengash boshqa moddalarni ma'qullagan. Yevropadagi musulmonlar eng ko'p bo'lgan Fransiya jumhuriyatning qimmat o'lchamlariga hurmat qilishni kuchaytiradigan prinsiplar nomli qonun orqali musulmonlarning turmushiga aralashganlik uchun tanqidga uchragan. Bu qonun hukumat amaldorlarining diniy betaraflikka kafolatlik qilish tadbirlarini,
oila tarbiyasini yo'l qo'yishni, oilaning bayonini yetarlik deb qaraydigan tuzumdan aloqador tarmoqlarning ruxsatini talab qiladigan tuzumga o'zgartishni, internet sodir qilingan nafrat jinoyatlarini jazolaydigan hukumat xodimlari va o'qituvchilarni qo'g'daydigan moddalarni hamda jamiyatning iqtisodiy ishlarining texmi ochiq oshkor holda boshqarilishiga ilova holda qizlik kinishkisi, ko'p xotinlik bo'lish va majburiy nikoh qarshi ko'rishga munosabatli moddalarni o'z ichiga olgan ekan. Ayrımçılık qonun loyihasi e'lon qilingandan buyon jome va masjidlarga qartilgan hujumlar, o't qo'yish qatorliq hodisalar ko'payib ketgan. Asli qoldirish vaqtning o'tishiga ergishib suslashadi. Bu nuqtani har qanday odam o'z tajribasidan bilalaydi. O'rgangan narsalarni esimizda puxta saqlash uchun dal vaqtida takror qilishimiz kerak. Shunga o'rganishning bir qancha halqalar ichida takror qilish intayin muhim. Takror qilish orqali tushunchani cho'nqurlashtirg'ili, xotirni mustahkamligili bo'ladi. Asli qoldirish qobiliyatini o'stirib, unutib qilish bilan kurash qilish uchun asli qoldirishning qonuniyatlarini tepib chiqish kerak. Chet ellik bir psixolog unutulishning vaqt bilan bo'lgan munosabatini tadqiq qilib, unutilish agir siziq jadvalini tuzib chiqqan. O dastlabki va keyingi o'xshamagan vaqt ichidagi unutilish miqdorining o'xshash bo'lmaydiganligini, dastlabki mezgildagi unutulishning eng tez, keyingi mezgildagi unutulishning osti bo'lganligini, hamda bir haftadan keyingi unutilish bilan bir oydan keyingi unutulishning o'xshash tugidek bo'ladiganligini isbotlab chiqqan. Bu bizga shuni tushuntirib beradiki, unutilish sur'ati o'rganishdan keyin eng tez bo'ladi. Buning oldini olish uchun jazman baldurroq takror qilish kerak. Odatda xotirga ilinadigan mazmunlarni 8-9 soat ichida yana bir qatim takrorlaganda, uni asli qoldirg'il bo'ladi. Shunga kunduz o'tilgan darslarni oqshimi bir qatim takror qilish intayin muhim. Nurg'un bolalar o'rganishda takror qilishga ahamiyat bermaydi. Darslarni takrorlashni topshiriq ishlash deb tushundi. Ba'zi bolalar tushlik dam olish, hatto dars oralig'idagi 10 minut tanaffus vaqtlarida aldirab-saldirab topshiriq ishlaydi. Ular yezib bo'lishni vazifa o'rinda bo'lganlik deb hisoblaydi. Yozadigan narsa bo'lmasa, topshiriq yo'q deb qaraydi. Nurg'un oila boshliqlaridami shunda xato tushunchalar bor. Dars takrorlashda oldi bilan shu kuni darsxonada so'zlagan mazmunlarni atrofliq takror qilish, muhim joylarni qayta-qayta egallab, xotirni kuchaytirish, yozadigan topshiriqlarni oldi bilan takror qilib, ondan keyin qalam tavirtib yozish. Yozmaydigan topshiriqlarni astoydil takror qilishni ching tutish kerak. Har kunlik darsni shu kuni takror qilganda, ondan xotirni mustahkamligini puxta o'rgangil bo'ladi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.